Ketadigan mashinani даже sidinkasi ham yo'q. Kechqurun sizlarga aloqaga chiqyapman, Nurik servis kuzatuvchilari. Hamma kutgan, ko'pchiligimiz so'ragan kun keldi. Mana ko'rishlaring mumkin. Oq Gentramiz ham va nihoyat oq proyektimiz ham 1 oy deganda tayyor bo'ldi akalar. Ko'rishlaring mumkin. Idealniy sostoyaniyada, idealniy holatda qilib berganmiz. Bu mashinamizni akamizga qo'ldan kelgancha qilib berdik. Arqa sidinkalari yo'q, ko'rishlaring mumkin. Bu mashinani videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, nimaga 1 oy qolib ketganini ham aytib beraman, akalar. Ko'rishlaring mumkin. Birinchi sifat e'tibor beringlar zazorlarga. Nima ish bo'lganini asta texnichniy qisqa obzor qilib o'tib ketaman. Buni полный obzorga hozir vaqtimiz yo'q. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib turamiz, akalar. Yangi Laboy. Mana shu Laboyda o'zini 800 mingga tiqib yuborishgan akamizga. Luklari. Bu mashinani qanaqa holatda kelganini postimizga qo'yganmiz. Belidan normalniy udar bilan kelgan. Razvorotda qolib ketgan mashina. Belidan urgan mashina yarmi g'ijim bo'lib ketgandi. Bu mashinani zapchasi kechikkani uchun naqd 1 oy vaqtda mashina chiqdi. Proyektimiz 1 oyda tayyor bo'ldi. Bir kun bu zapchasi kelsa, ikkinchi kuni unisi zapchasi keladi. Keyin ko'p zapchaslari birak keldi. Endi buni egasi zapchasi topib keldi, polnisi o'zini tanish zapchas purishlaridan. Shuning uchun mashinani zapchasini vaqtida yetkazmasalaring, akalar, mashina o'shanday cho'zilib qolib ketaveradi. Mana ketadigan mashinani даже sidinkasi ham yo'q. Nurik servisda sifat birinchi o'rinda. Bundan oldin qora Gentramiz bor edi. Bundan keyin kelgan 2 sutkada terib chiqib ketgan. Nima demoqchiman? Bizda ayb yo'q, akalar. Hamma nima klientga bog'liq. Dangal kelib, zapchaslarni konkretni olib bersa, biza ishni mana shunaqa chiroyli qilib beramiz. Mashinani tezroq chiqishi sizlarga bog'liq, akalar. Videoni yaqiniga tashab qo'yamiz.